yo'lga qodir bo'lolmay, puldanmi, tansihatlikdanmi, sharoitdanmi uzr bo'lganlar mana shu juma namozini o'qiydi. Ixlos e'tiqod bilan o'qiydi. Yana juda ko'p savob ishlar dunyoda. Shunday savob ishlar borki, bitta haj emas, 10 ta hajni, 100 ta hajni, 1000 ta hajni savobini topadigan ishlar ko'p hayotda. Savob ishlar. Lekin aksar odamlar o'sha yerda borishlik juda ulug' deyiladi albatta. Lekin yo'lga qodir bo'la olmagandan keyin bu yerda ham Alloh juda katta savoblarni, hajdan ham ortiq bo'ladigan savoblarni Alloh ato qilib qo'ygan qalbga qarab. Yaratganni tanish faqatgina Makkaga borganda emas, Allohni o'zini tanitsa, uyingizda ham tanib olaverasiz. Tanitmasa, Makkaga o'sha xonai Masjidil Haromga qo'shni bo'lsangiz ham tanimay o'tib ketasiz. Ko'rasiz, yuraverasiz. Bu iymon, Allohning hidoyati joyga qarab emas, millatga qarab emas, yaratgan Alloh taoloning o'zini bir ulug' ixtiyoriga, hidoyatiga bog'liq narsa bu. Mana aziz birodarlar, seshanba kuni hayit, Qurbon hayitini, Aid-i Zuhoni o'qiymiz. İnşallah o'sha kunlarga Alloh yetkazsa. Lekin bir ajib xislat, bir ajib fe'l bor bizda. Hozirda shunday narsalar shu yillarda ko'payib qoldi. Masalan, Arabistonda bir kun oldin bo'lyapti ekan. Qozog'iston ham shunday qilibdi, Qirg'iziston ham shunday qilibdi. Nima bizda bunday emas, bunday emas degan gaplar ko'payib, chuvalanib fitnalarga sabab bo'lib qoladi. Bir o'zingizda o'ylab ko'ring. Hozir bizda peshin namoz bo'lganda, peshin namozini vaqti bo'lganda Saudiyada hali vaqtiga 3 soat bo'ladi. Ya bizda bomdod o'qilganda o'tda yarim kecha bo'ladi. Bir kundagi farq shunaqa bo'lgandan keyin bir oyda bir kun farq qilmaydimi? De o'ylash kerakda. Ya Alloh Qur'onda shu Arabistonga qarab ergash degan joyi yo'q. Oyga qarab tut, oyga qarab ro'zani och, hayit qil. Masalan, Makka ekvatorni o'rtasida oy chiqqan kuni ko'rinadi. Bizga bir kundan keyin ko'rinadi. Buni hech talashuvni nimasi hojati yo'q. Endi Qozog'iston, Qirg'iziston o'zi biladi qanday nima qilganini. Lekin azal abaddan shu oyga qaraladi bizda. Bizda oy bir kunda ham, 2 kunda ham ko'rinmaydi, 3 kunda ko'rinadi. Lekin shunday bo'lsa ham bir kun qilinadi, 30 kunni mukammal qilinadi. Hech talashuvni hojati yo'q. Qolaversa hayit 3 kun. Bundan qolsa bu fatvoni bergan diniy idoraning muftisi, raisi o'zi javob beradi. Javobgarlik sizni gardaningizdan soqit bo'lgan. Itoat kerak sizga faqat. Har bir narsada itoat qiling, yaxshi bo'ladi. Qonunga itoat qiling, muftiyizga itoat qiling, qonundan chiqmay yuring. Hammasi go'zal, chiroyli bo'ladi. Muhtaram aziz birodarlar, mana hayit kuni to hayit namozini o'qiguncha bir narsa, taom narsa yeyilmaydi. Namozni o'qib bo'lgandan keyin yeyiladi. Payg'ambarimizning bu odatlari, sunnatlari. Keyin takbir aytib kelinadi masjidga. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar va lillahil hamd. Bu ham bir sunnat. Mana endi namozni o'qib bo'lgandan keyin qurbi kelganlar, qo'y olib qo'yganlar
qurbonlikka qo'yni so'yadi. O'zi so'ysa nur ustiga nur. Qassob yo'llasa, qassob so'ysa, qassobga terisida bermaydi. Qassobni ajri bilan, pul bilan hisoblab rozi qiladi. Lekin qo'yni narsalari bilan hisoblashmaydi. Qurbonlikka so'yilgan qo'yni go'shti, terisi hammasi sadaqa qilinadi, beriladi, tarqatiladi. Bizda endi albatta haligi bu sho'rvani qaynatib qo'yib odam aytay deydi. Bo'pti, odamlar keladi, u kuni 5-6 tas qilib yuboradi. Har qanday inson bir kosa sho'rvaga to'yadi, bir kosa ovqatga to'yadi. Ikkinchisi isrof bo'ladi, uchinchisi undan ham battar isrof bo'ladi. O'sha odamlarda qorin to'yib. Undan bu maqsad shu, xonadonlarga shu go'shtni 3 kilolar, 4 kilolar bering, sal mundayroq xonadonlarga. O'shani bayram kunlarida, hayit kunlarida qozoni qaynasin, haqqingizga duo qilsin. Ana shunday qilgan afzal. Yana takror aytaman, qurbonlikka so'yilgan qo'yni terisi sotilmaydi, juni olinmaydi. Junini olib so'yilmaydi. O'sha juni bilan terisini shilib olinadi, terisi ham sotilmaydi. Hammasini ehson qilib olinadi. So'yishdan oldin 2 rakat namoz o'qib, nafil namoz duo qilinadi. Qo'lidan so'yish kelmagan qurbonlik qilayotgan odam o'sha qo'yni bir a'zosini so'yayotganda ushlab turish kerak. Va qurbonlikka so'yilayotgan qo'yni silab, sal qo'rquvini ketkizib turib, bildirmay so'yish kerak. Qattiq qo'rqitib ham yaxshi emas. O'sha qo'yni boshini silab aldab turib, pichoqni ko'rsatmasdan turib so'yib olish kerak deyiladi. Muhtaram aziz birodarlar, mana 10 yilki qurbonlik yo Ramazon hayit, 2 hayit dam olish kuni bo'lib milliy bayramimizga, diniy bayramimizga aylangan. 10 yildan beri hayit qurbonda, Ramazon sharif oyining hayitida dam olyapmiz. Bu ham mustaqillikning sharofati. Bundan 12 yil, 13 yil oldin bu narsa xayolga kelsa ishonmasdik ham, bu xayol, xom xayol derdik. Bo'ladi hamma narsa. Faqat insoniyatda har bir ishga sabr, qanoat, shukrona ne'mat, alhamdulillah, ko'rsatgan kuningga shukr, yetkazgan kuningga shukr deb shukr aytish kerak. Mana masalan Hidoyat jurnalida bir yaxshi voqea keltirilgan. Buni kitobdan olingan, albatta u jurnaldagina o'zidan yozilmagan. Abdulloh ibn Muborak degan ham shariat olimi, ham tariqat valisi, nihoyatda olim, roviy, muhaddis zot to'g'risida bir kuchlik voqea keltirilgan. Endi ko'p odam shuni tushunsa juda yaxshi bo'lardi. Shu Abdulloh ibn Muborak hajga ancha yil pul yig'ib, katta mablag' ajratib yo'lga tushadi, hajga ketadi. Bir qishloqdan o'tib ketayotsa, bir ayol axlat xonada axlatni titkilab o'lgan tovuqni olib ketayotganini ko'rib qoldi. Opa, to'xtang. Mu'mina muslimamisiz? Ha, mu'mina muslimaman. Bu nimaga o'lgan tovuqni axlatxonadan olib ketyapsiz? Ishingiz bo'lmasin, so'ramang. Allohning nomi bilan qasamki, men buni bilmasdan ketmayman dedi. Alloh roziligida eting.
Nimaga mu'minlar muslima bo'lsangiz, siz bu axlatdan, bu o'lgan tovuqni oldingiz? Men 4 ta bolasi bilan yetim qolgan tul ayolman dedi. Erim o'lib ketgan. Hech qanday yordam bo'lgani yo'q. Ochman, nahor yuribman, bolalarim mana 3 kun bo'lgan narsa yemaganiga. Mana oyat bor-ku, agar ochdan o'layotgan bo'lsang, harom bo'lgan narsani yeyishlikka ruxsat bo'lgan oyatni o'qidi. Shunda Abdulloh ibn Muborak tashang buni dedilarda, hamma hajga yiqqan pulni, mol narsani haligi ayolni uyiga olib borib, pulni qo'lga topshirib narsalarni berdi. Mana 1-2 yilingizga bolalaringiz bilan bu narsa yetadi, oling dedilarda, orqalariga qaytib ketdilar. Haj mavsumi o'tib, hojilar kelib Abdulloh ibn Muborakka aytdilar, Hazrat, Minoda juda yaxshi ma'ruza qildingiz de. Arafotda ham yaxshi duo qildingiz haqqimizga. Majlislarda yaxshi amri ma'ruflar qilib berdingiz. Hamma shuni gapiryapti. Abdulloh ibn Muborak hayron, men bormaganman, men qanday yerda ma'ruza qilishim mumkin deyishmadilar. Bu sirni men o'zim Allohdan so'rayman. Hamma Abdulloh ibn Muborakning yurtidan ketganlar, juda yaxshi amri ma'ruf qildingiz, yaxshi birga haj qildik deyishdi. Kechasi namoz o'qib, yo Rabbim, bu sir asrorni o'zing bildir menga. Axir o'zing bilasan, men borganim yo'q, yo'ldan qaytib keldim deb. Kechasi yotib tushlarida bir go'zal suratda bir inson, Abdulloh, men Muhammad Rasululloh bo'laman. Payg'ambaringiz. Meni qizimga yordam berdingiz. Har bir mu'mina muslima mening qizim dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Har bir mu'mina muslima mening qizim bo'ladi. Shu nochor bo'lib qolgan qizimga yordam berganingiz tufaylidan Alloh sizga 70 marta hajni savobini ato qildi. Va bir farishtani sizni suratingizda qilib, hamma haj arkonlarini qildi va sizni fe'lingiz bo'lgan amri ma'ruflarni hamma yig'inlarda, hamma joylarda qildi. Lekin Alloh sizga 70 marotaba hajga borganning savobini yozdi nomai amal. Bunga amal qiladimi insonlar, qilmaydimi o'zi biladi. Dod deyishadi yordam berishga kelganda. Bunday so'zlarni ming marta gapiryapmiz. Yo'q. Yana yaratgan Alloh ham aytadi, bir insonga yaxshilik qilgin hayotingda. Shunda o'sha ajratganingni 2-3 marta demasdan sen bir mard bo'lgin, Allohga ishonsang. Ana bu qalbingdan. Yetim yesirli, kambag'alli bir duosini olaydi. 100 mingtadan, milliontadan bilan ikkion qilsa qiladi bo'lmasa, hamma bu narsalarni ortiqcha ko'radi. Bir odam menga nasihat qilib, bir rus ayoli o'tgan shoirasi Anna Axmatova degan. Anna Axmatova. Shuni so'zini aytayapti. Kambag'alga berma, baribir boy bo'lmaydi. Ojizga yordam berma, baribir kuchli bo'lmaydi. Qolaka shuni bilib oling. O'zingiz qanaqasiz, yana shu ojiz deysiz, boshqa deysiz. Sizni eng katta xatoingiz shunda deydi. Kambag'alga bergan bilan boyidimi deydi. Ojizga yordam berganingiz bilan botil bo'lib qolarmidi, kuchli bo'lib qolarmidi deydi.
Bu so'z Qur'onga zid, Allohning so'ziga zid. Agar hamma shu so'zga amal qilsa, yer yutadi hammani qo'shilib. Dunyoning turishi nimada? Ana o'sha nochorlarga qilgan yordamingizdan, ularni qilgan duosi bilan yashab yuribmiz. Yetimlarning boshini silaganingizda ularni qilgan duosi bilan yashab yuribmiz. Bo'lmasa, ko'rib turibsiz-ku, suvni bosib ketayotgan shaharni, uy-puyi bilan, mashinasi bilan oqizib ketayotganlarni, yer yutib kirgizib yuborayotganlarni. Allohning, ey inson, to'g'ri, yaxshilik qilganingizdan yaxshilik qaytmaydi, Xudodan qaytadi. Kutmang, u manganingdan unaqa qilmang. Bir ulug' zotga bittasi aytibdi. Tama qilmagan odamni ko'rmadim dunyoda. Oddiy xalqni ko'riyu, qo'yaveraylik-ku, domlalarda ham, qozi, mulla hammasida ham, avliyosida ham, ustozlarida ham tama bor ekan. Jab pulli tamasi bo'lmasa ham bir duo qiling deydi. Bir yaxshilik qilib turib. Deb shunga nima deysiz ustoz deganda, u ustoz aytibdi. Yakka yagona Alloh tama qilmaydi. Bo'tam. Inson bir narsaga muhtoj bilan yashaydi. Avliyo bo'lsin, alloma bo'lsin, olim zabardast bo'lsin, insonning hojati insonga tushmasdan iloji yo'q. Hech bo'lmasa duo so'raydi, duo qilgin. Duoga muhtoj emas, taomga muhtoj emas, hojat tushmaydi hech kimga. Yakka yagona as-samad Alloh. Lekin bandasi tug'ilganidan u dunyodan o'tgancha Allohdan umid qilamiz, tama qilamiz, bir-birimizdan umid qilamiz, bir-birimizdan yaxshilik kutamiz va yomonlikdan qo'rqib turamiz. Agar unday insonni, tamasi yo'q insonni qidirsa, u inson dunyoda topolmaydi. Vaholan o'zi ham bir narsani ilinjida yuradi baribir. Muhtaram aziz birodarlar, Alloh taolo ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Mana 3800 odam hajga ketdi. Ilohiy sog' salomat qaytib kelishlarini nasib etsin. Ibodatlarni Alloh dargohida qabul etsin. Mana seshanba kuni hayit. Haqiqatda bunday olganda bayram. Endi bizda bayram desa boshqacharoq tushunib qolgan Shuroni paytida, qon-qonga singib qolgan bayramda haligindaqa ishlarni ham qilish kerak ekan. Yo'q. Musulmon bayrami. Xursandchilik bo'lsin, shodlik bo'lsin. Esingizdan chiqazib qo'ygan ustozingizni borib ko'ring, duosini oling. Ustoz, dunyoga ota-onasiz hech kim kelmaydi va dunyoda bir kasbni, bir ilmni ustozsiz hech kim ola olmaydi. Ustozi bor. Ba'zi men ustozim yo'q. O'sha bekarchiligingizni ham bitta ustoz o'rgatgan sizga. Menda kasb yo'q, hunar yo'q, ustozim ham yo'q. O'sha bor ustoz. Harib tanitib qo'ygan bor. To'g'ri yo'lgin, mana yo'ldan yurmagin, yomon yo'l bu deb bunday yo'l ko'rsatib qo'ygan ustoz bo'ladi. Ustozlarni ziyorat qiling, dunyodan o'tib ketgan bo'lsa qabrini borib ziyorat qiling. Hayit namozini o'qib bo'lib eng avvalo ota-onani tabriklang. Ota-ona o'tib ketgan bo'lsa qabrlarini ziyorat qiling. Ota-onangiz yaxshi ko'rganlarini borib, qarindoshlarni, aka-ukalarni, opa-singillarni, ota qadrdon, ona qadrdonlarni borib ziyorat qiling. Farzandlarni bunday yosh adalar ko'chaga olib chiqib o'ynatib, aylantirib, ko'nglini ko'taring.
Adam bo'lsa meni ham olib chiqardi ko'chaga aylantirgani degan yetimlarni o'ynating. Hadib musibat xonalarda o'tkazib yubormang kuningizni. U musibat xonadan bu musibat xonaga, u musibat xonadan bu musibat. Tirikni ko'proq qo'ynini oling, tirikni. Kasal yotganni borib ko'ring. Tanim sog' bo'lsa, men ham masjidga chiqardim, namoz o'qirdim, hayitga chiqardim deydiganlar yotgan. Qabristondan o'tib ketayotganda duo qilamiz. Shu yerda yotganlar mo'min musulmonlarni rahmat qilgin deb. Shifoxonalardan o'tib ketayotganingizda ham shu yerda yotgan bemorlarni dardiga shifo ber deb duo qilib o'tib ketavering. Bu ham kerak. O'shalar ham duo umidida shifo talab qilib yotibdi. Bemorlarni dardiga shifo so'rab duo qiling. Azizlar, hayotda bir-birimizga duo qilib, bir-birimizga yordam berib yashamasak, umr to'xtab qoladi. Hey, menga nima bo'lsa bo'lar demang. Odamzotni tashvishiga, g'amiga ko'maklashing. Yaratgan Alloh mana bitta ayolni 4 ta yetim bolasi bilan shunga hajga, farzga ketayotganini to'xtatib, hali ayolga bergan muruvvatga bo'lgan savobni ko'rdingizmi? Qanchalik bo'ldi? İnson umrida yashab 70 marta hajga bora oladimi? 10 marta borar, 20 marta borar, 50 marta borar, 70 marta bora olmaydi. Ya ba'zi bir alloma bormagan bo'lsa, lekin bir da qilingan ishda shunday ajrga ega bo'lishlik, bu Xudo sevgan ishni, Alloh yaxshi ko'rib o'sha qilgan amalidan rozi bo'lib ketgandan bo'lgan mukofot bu. Qurbonlik qilishdan ham maqsad Alloh u qo'yni go'shtiga zormas, terisiga zormas. Lekin men uchun deb turibdi Alloh. Lekin aslida o'sha bandasiga bir sinov. Pul shirin narsa, shundan Allohni buyrug'i deb ajratadim. Va shu go'shtni o'ziga olib qolmasdan boshqalarga berish sinovda. Mana Ibrohim alayhissalom 90 dan oshganda ko'rdilar farzand. O'zingiz biling, yosh o'tganda ko'rgan bola, katta bo'lganda, qariganda ko'rgan bola yoshlikda ko'rganidan ham qattiqroq bo'lish kerak. Ko'rmay ana shunday bir ko'zini quvonchi, dilini rohati bo'lib turgan 12 yoshga kirgan paytda Alloh taolo shu farzandini qurbonlik qilgan. Yo'q deganlari yo'q. Rozi bo'ldilar, obordilar so'ygani, pichoqni ham 7 marta tortdilar, kesmadi. Buni kitoblarda yozilgan, o'zimiz ham aytib berganmiz. Endi payg'ambarlarniki o'ziga qarab imtihoni. Har bir insonni iymon e'tiqodiga qarab bu dunyoda imtihoni, sinovi bo'ladi. Musibat ham shunga qarab bo'ladi. Alloh sabr bersin. Alloh taolo hammamizni rushdi hidoyatda qilsin. Mana hayit kunlarida ko'p duo qilish kerak. Duo olish kerak. Ulug'larni ziyorat qilish kerak. Ha, endi o'sha qarindosh ulug'ni ichida boshiga musibat yetib, musibat xona bo'lganlarni ham shuni orasida endi mana hayitda xafa bo'lmay o'tirishibdimi? Mana biz bormiz tiriklarni bir borib ta'ziya izhor qilib, hol ahvol so'rab qo'yiladi. Shundan bizga urf odat bo'lib qolgan amal. Eng birinchisi tiriklarni shod etishni qo'yib, ikkinchi, uchinchi o'sha musibatlarga, fatahaga borishlikni afzal ko'rinib yuriladi. Endi buni ham ichida baribir bir odamiylik, bir hol so'rab qo'yishlik turibdi.
Endi zamonlar bunday bo'lib ketdi, tanishlar ko'payib ketgan. Bir shaharni olsangiz, nechta joy shunday, u uyni sohibi ham qarab turadi, keladimi, kelmaydimi deb. Kelmasangiz xafa ham bo'lib qoladi, yo borishingizni yo bormasligingizni ham bilmay qolasiz-da. Endi bu insoniylikda endi bu. Endi biz umuman borma, undoq qilma deya olmaymiz. Yaqin qarindosh bo'lsa, yaqin do'stingiz bo'lsa, qudangiz bo'lsa, u iloji yo'q, imkon yo'q endi bormaslikka. Lekin tanigan, tanimaganga ham kirib ketaverish odam charchatib qo'yadi-da. Shuning uchun haligi yo'lda o'tirganda ham yo'lda chiqib olib to'smasdan sal ichkariroqqa qo'yib o'tirgan odam xafa bo'lmay, kelsa qarindoshi keladi, do'sti keladi. Endi begona odam o'zini qarindoshiniki o'tib ketyapti. Vaqti oz. Unga bunga kirsa ham vaqti o'xshamay qoladi. Hech o'tirganlar xafa bo'lish kerak emas. To'g'ri tushunish kerak o'sha odamning holidan. Ki vaqti zuhtur, qarindoshiniki o'tib ketayotgandir. Bu avvalo vaqt bemalol bo'lsa, hamma qani birovni ko'nglini olsam deydi. Alloh taolo ibodatlarimizni dargohida qabul aylab, eshitgan masala masoillarga amal qilishlik